Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Baş ministerimiz Salih Xudoyer Efendi Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bo'lsa-mu, xalqarodagi davlatlarning olimpik tantarbiya musobaqasini yetarlik darajada boykot qilmaganligini, shunga dunyodagi barliq insonlarni olimpik tantarbiya musobaqasini ko'rmaslik orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turishga chaqiriq qilib, irqiy qirg'inchilik o'yinlarini ko'rmaslikka da'vat qilgan hashtag faoliyatini boshlatdi va dunyoning har qaysi joylaridagi insonlarni Uyg'urlarga yordamlashib bu faoliyatni qanot yaydirishga chaqiriq qildi. Breitbart xabar kanalining 1 fevraldagi xabarida Xitoy Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni deb atalgan Sharq Turkistonga vakillik qilgan Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasining tarixda ko'rilishi eng az olimpik tantarbiya musobaqasi bo'lib qolishi uchun amerikaliklarni musobaqani ko'rmaslikka chaqiriq qilib, buning irqiy qirg'inchilikqa ko'ngil bo'lganligining simvoli ekanligini aytgan. 2022 yillik Beijing olimpik tantarbiya musobaqasi bilan 1936 yili Germaniyada o'tkazilgan olimpik tantarbiya musobaqasini selishtirib, nasiblar olimpikni tashviq qilib, shon-sharaf qozonganligini va cho'ng qirg'inchilikni bahuzur elib olganligini, betaraflikning zolimlarga yordam beradiganligini, polixopetiyadagi sarxillarning irqiy qirg'inchilikqa ko'ngil bo'lmaydiganligini ayblaydiganligini, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq direktori Meshal Pachiletni olimpik tantarbiya yig'inidan keyin Sharq Turkistonni tekshirmay ziyorat qilishga taklif qilganligini aytdi deyildi. Xabarda yana Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning madaniyati, tili va dinini yo'qotish uchun yurgizayotgan vahshiy siyosatlarni Baş ministerimiz Salih Xudoyerning Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan ahvol ostida Xalqaro Olimpik komitetining tashkilotlarning Xitoyni bu qadimgi musobaqaga sohibxon qilishni o'ylashib beqish talabiga pisand qilmaganligini, davlatlarning olimpikni rasmiy boykot qilmaganligini, tanarkachilarning yanada musobaqaga qatnashaverganligidan norozi bo'lganligini, shundaqdimi havaskorlarni musobaqani ko'rmaslikka da'vat qilganligini, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan zolimlarning olimpik tantarbiya musobaqasini o'tkazish orqali shon-sharafga erishish fursatidan mahrum qoldirishga chaqiriq qilganligini bayon qildi. Amerika prezidenti Jo Bayden 12-oyda olimpik tantarbiya musobaqasini tunji qatim keng ko'lamda boykot qilganligini aytdi. Diplomatlarning olimpikka qatnashmasligi boykot qilgan hisoblanmaydi, faqat yarim tadbir. Ammo bu yarim tadbirmi bir oyga bo'lmayla Tashqi ishlar ministri bir necha diplomatning iltimosini qabul qilgandan keyin kuchini yo'qotdi. Olimpikni rasmiy boykot qilgan davlat Shimoliy Koreya bo'lib, amaldorlari olimpik musobaqasiga qatnashmagan. Anadolu Ajansining 1 fevraldagi xabarida atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonidagi Xitoyning irqiy qirg'inchiligining qurbonlari bilan birga harakat qilayotgan bir guruhga Seyşembe günü Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoy amaldorlarining Uyg'urlarga qaratgan jinoyati ustidan tekshirishni boshlashga chaqirdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti, Dunyo turklari yordamlashish va ittifoqlashish jamiyati, Sharq Turkiston inson haqlari kuzatish tashkiloti va Turkiyada turishliq Sharq Turkistonliklar Istanbul Zaytunburnida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Dunyo turklari hamkorlik jamiyatining boshlig'i Xolid Kanak bu guruhga Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasini 2022 yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasiga mushu haftaning oxiridan boshlab sohibxonlik qiladigan Xitoyni tekshirishga chaqiriq qildi. Qo'limizdagi faktlar shuni isbotladiki, Xitoyning qo'shnisi Tojikistondan qo'g'lab chiqarilgan Uyg'urlarning soni 2016 yildan 2018 yilgacha 85% azaygan deyildi. Barliq ishlarda rost va oqilona harakat qiladiganligining da'vosini qilgan odam uchun vatanining mustaqilligi hayotidan qimmatlik deydi fransuz filosofi Edmond Goyot. Zulmga bosh egmaslik, zolimga fursat bermaslik, huquqqa, shuhratga, mol-dunyoga intilmaslik, shaxsiy manfaatidan voz kechish, fidokorlik tuyg'usi vatanparvarlikni barliqqa keltirdi. Vatanparvarlik insonning ruhini pokizlaydi, insonni yuksaltirdi. Tar manfaatchilik, mol-dunyoga erishmanlik, shuhrat, amal va mansab tuyg'usi insonni andisha, qo'rqish, ochko'zlik va kibrga boshlaydi.
Vatanni söyüşdən kelgan fidokorlik tuyg'usini ko'zga ilmay oddiy qaragan insonlar nachar insonlardir. Hürmetli görürmenler, xabarlarımızdan kögün Allah için köp rahmet. Keler kıtımkı programımız görüşkice Allah'a emanet bolğaysızlar.